Radnoylar, mujiki, hammaga assalomu alaykum. Farmasiz hech qanaqa forma qila olmaysan degan dabbalarning gapiga ishonmaymiz, har xil jinnicha videolar ko'rmaymiz. Uy sharoitida to'g'ri ovqatlanib, правильный питание qilib, turnik qilsanglar, belni nervini qilib qo'ysa bo'ladi. Faqat правильный питание qilish kerak. 3 ta упражнение ko'rsataman. Belni nervini qilishni bitta yo'li. Ketdi. Birinchisi shiroki. Qalbga chiqib tushganda belni sezib tortilish kerak. Ikkinchisi molot. Buni ham tortilganini belni sezib tortilamiz. Uchinchisi обратный. Обратный so'g'alamiz, xuddi shunaqa. Belni sezib tortilamiz. Diyetaga amal qilib, pitaniyani cho'tki qilib, regularni mana shu turnini, mana shu упражнениyalarni qilsanglar, bel chiroyli bo'ladi, formalar o'zingizga yoqishni boshlaydi. Ko'rishamiz.